أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihsoni inoyati bilan at-ta'nisu degan mushu bob ustida dars qilgan to'q. Yana bir ismninki muannas qilish va yana ayollik shaklda o'qish va uning shakliniki qandoq bo'lganligi uning alomatining o'smi to va alif maqsur va alif mamduddan iborat. Muşunlan o isim muannas ekan deb tunuludi degan to'q. Ambiyada bu maqsur va mamdud degan nima? Maqsur va ilk mamdud degan nima? Shu bob ustida to'xtalamiz. Musannif deydi al maqsuru val mamdudu. Biroz qisqartiliroq o'qilgan maqsur. Biroz suzildi, misol qisqaroq suzilgan. Val mamdudu boshqacharoq suzilib o'qiladigan ismlar. Al maqsuru val mamdudu. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الضما وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما أرب كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرأوا وكرتأ والأعدم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالهزا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. Endi bu yerda ism maqsur degan nima deydi. Maqsur degan u bir ism bo'lgan bo'lib, uning i'rob berishniki, uning i'robining harfi elif lozim bo'lgan narsamizni maqsur degan bo'ldik. Maqsur degan nima desa, maqsur degan u bir ism. Onun qaraganda fe'l maqsur olmaydi ekan. Uning i'robining harfi yani bunun i'rabının harfi degan unuzu i'rab berilganda harf bilan i'rab berilgan uningga. Harf bilan i'rab berilgan. Masalan, onun qaraganda mabni chiqib kelar ekan. Ba'zi mabni, izo o'xshash masalan, mandaq bir maqsurlar bor ekan. Bu masalan pil chiqib ketdi, yarda degandek pil masalan tarif ne bo'ldi? Maqsurning o ismiki, o isimnin i'rabının harfi alif lazımdır dedi. İsim deyişlen pil çıkıp ketdi. Yarda, yaxşa, yas'a degan o'xshash pillarni hamma necha uni ism maqsur deyilmaydigan bo'ldi. Pil chiqib ketdi. Endi uning i'robining harf bilan deyishlancho mabni chiqib ketdi. Iza degan o'xshash masalan, chunki buning uchun i'rob belgili olmaydi. Mabni bu. Buni chiqib ketdi. Ee, elif lazım deyishlan tasniy chiqib ketadi. Chunki tasniyning elifi ba'zi jar va nasbchalik holatda alifdan yoga yutkilib turdi-da. Uning elifi elif lozim emas, hamish qilib qoladigan lozim emas. Demak, maqsur degan huval ismul lazi harfu i'rabihi alifun lazimatun demakchi deydi. Qachon bir ism lozim tutsa bu ism bir tarafdan burun yani şu ismninki oxiridan burun fathan lozim tutgan bo'lsa u nim bo'ladi?
u ism maqsur bo'lgan bo'ladi deydi. Va bo'lgan bo'lsa, shu bir o'qishni so'gan bo'lsa, asabga o'xshash. Asab. Asipa yasapu asab. Masalan, uningcha ism sahihdan onun bir o'qishi bo'lgan bo'lsa, demak, u mu nim bo'ladi? U qiyosan u mu ism maqsur bo'lgan bo'ladi deydi. Demek maksur buna qaraganda ikki qism bo'lgan bo'ldi. Maksur qiyosiy va maksur simai bo'lgan bo'ldi-da. Maksur qiyosiy degan nima esa, uning uchunchi har qanday ism sahiydan bir o'xsho'g'ining o'zi va kana za nazirin degan o'zi. Ism sahiydan o'xsho'g'in bo'lsa, u maksur nima simai bo'lgan bo'ldi. Aşın kelgan ismning har qanday shaklda kelgan bo'lsa, masalan, uni o'zi nima deydigan bo'lgan, nima deydigan bo'ldik? Maqsur degan bo'ldik. Qiyosiy degan nima esa, qiyosiy. Maqsur qiyosiy ekan, har qanday qism bo'lgan bo'lib, uning uchinchi bir masalan sahiydan bir nima ekan, o'xshuv ekan. Uning oxiridan ilgagisi zavar o'qishni lozim tutildi ekan. Doim lozim tutildi ekan. Ee, Mesela asipa, asapan degan o'xshash. Asipaning cho, nemisicho asab chiqarganda. Asipa degan pilning o'zidan asapan deb chiqar ekan. Mana mandaq chiqqan bo'lsa, mana mushu, buniki nimasi nazir mushu demakchi-da. Mana o'xshagan bo'lsa. Agar mu'tal bo'lgan bo'lsa hamda bu. O sahih bo'lgan bo'lsa shundoq. Agar mu'tal bo'lgan bo'lsa, buni qasr qilish vojib. Masalan, javiya, javo, javiya, javo. Yani bu pil. Bu pil mu'tal oldu. Ahire çok bu otre ve ahire kesel oldu. Demek nim oldu? Lepip oldu. Lepip makrun oldu. Javiya, javo degende. Bunun ahir qanday qiladi deganda, bunun oxirininki oxiridan ilgakisi, oxirining maqamisi doim zavar o'qishi lozim tutdi bu. Javan degandek, asab degandek. Oxirining maqamisi, oxiridan men qabli taraf kelchu, oxirin bir tarafdan burun fathani lozim tutgan bo'lsa, bu xil ism nim bo'ladi? Ism maqsur qiyosiy bo'lgan bo'ladi deydi. Xo'sh. فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري أم أونيكشو فلنظيره المعل الآخر o onunki okşunki ahir kesel olan onun ahiri kesel olan onun okşunu ism sahininki okşu varken ki ahiri mu'telken bunun için kasrının sabit oluşu ve zahiri kıyasla bu zade ilip maksurken bunu maksur deyişki bulurken ism maksurken dep aşkara kıyas kılışık buludu deydi. Nemi qarab dese şu ism sahinin üzünün üzü ism sahinin üzü yani onun dumaylık nim bolgandan keyin unumçu sahihinin üzerine masalan ahirini zevar okulatdı. Asap degan o'xshash. Asipa, asapan degan o'xshash. Buning uzumi agarda mush ism sahihning o'qishi kelib oxiri mo'tal bo'lib qolgan bo'lsa, buning uchun zohiriy qiyos qilish bo'ladi. Bu qiyos ism nima? Ism maqsur qiyosiy deyishga bo'ladi deydi. Masalan, fi'al o'xshash, pual o'xshash bir narsani jamisidagi masalan fi'alat va pu'latning jamisida. Fi'latunning jamisi-chu fi'al deb jami qilingan. Pu'latning jamisi pu'al deb jami qilingan. Qanday bo'lsin, oxirini maqbisi mana nim bo'ldi ekan, zavar bo'ladi ekan. Masalan, duma o'xshash. Duma nima bu dumyat jamisi duma kelganda pu'al dumayun pu'alun degandek.
خوش. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما أرب. Endi bir narsaga loyiq bo'ldi bu. Oxirdan ilgari bir narsaga loyiq bo'ldi, ilib oxirdan burun bir ilib loyiq bo'ldi. Oxirdan burun ilib ketdi. Demak, ma yuqorqi maqsur bo'lgan bo'lsa, ma'u mamdud demakchimdi bu. اسم مكسور يقال اسم مكسور خمس ما هو اسم ممدود تيلو. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما أرب. برناسك الله يقول o آخردن burun o layık olan nas ilipken. Yani ahırdan bir ilipke layık olan bolsa onun da atılıdı degende pelmeddu orip. Onu ilip memdud deb tunulur da vacip tariqada onun o'qishida deydi. Demak, bu yerda musannif hamda ism maqsurdan farq bo'ldi. Bu yerda ism mamdud kirishib ketdi. Ism mamdud degan nimasi? Uning oxirida bir hamza bo'lgan ism, ya'ni alif bo'lgan. Hamza hamza bo'lgan ism. Ki yanlış keldi bu yerda ilip zaitqa yanlış keldigan nima bo'ladi? Hamza bo'lish kerak. Hamroa, kisoa, ridoa degan o'xshash. Bush hammasi nima? Bu ism mamdud deydi. Buning o'zimi ism bilan ism deyishlan. O nimati mamdud degan val ismul lazi fi oxirihi hamzatun tali alifan zaidatan deb ta'rif. Buni ism bilan ism deyishdan pil chiqib ketdi. Yashau degan. Buni o'zi mamdud deyilinmaydi. Chunki bu pil, bu ism emas. Tali alipan zoidatan degan gapning o'zilancho ta'rifatga. Uning oxirida bir hamza bor ekan u, ammo ilib yanishdi u zoid emas ekan. O'zining asli ilibgan. Maun, ain, aun, ha, maun, aun degan o'xshash. A degan bir daraxt ekan bu. Bana buniki bunu ahırda elip var lekin bu elip çoğu zayit emas. Üzün elipi. Bundan ahırda hem zoğan bulup bu elip zayit ki yanlış pes oludu diyen de memnun ne. Ben bunu öz çıkıcı değil. Demek memnunun özü hem mahsur oluşuş, kıyasi oludu ve simai oludu demekçi değil. Qiyas degan nima? Qaysi qanday vaqtda uni qiyos qilish bo'ladi bo'lsa, har qanday mo'tal bo'lgan bo'lib, kasal ism bo'lgan bo'lib, ening uchun nim bo'lgan bo'lsa, bir oxir sahih bo'lgan bir o'qish bo'lgan bo'lsa, oxir sahih bo'lgan bir o'qishi. Masalan, ava yer avi deb iva desak, bu nim bo'ldi? Bu bir mo'tal bo'ldi. Buning uchun oxiri sog'lom bo'lgan bir o'qishi bor. Mesela intalaka yantaliku intilakan dedik. İktidara yaktadiru iktidaran dedik. Ben bunu şu sahih olan pilden okşuğun buldu. Ahire sahih olan pilden bunun bir nadiri okşuğun buldu. Okşuğun her kanda ne bulgan bolsa, mine kesel pil olan bolsa. Ama bu lazım tutuşurken nimine elip zaitni. Ahırdan burun ilip zayid kelgen bolsa, ziyade lazım tutkan bolsa, buna o'zima memdud qiyasi deyildi deydi. Şu mesela bir narsaning masruq o'xshash uning avvali hamza vasli. Ava dedik. Ava yer avi. Ava desakcho buning avvali hamza vasli. Alif. Buning masri qanday chiqargan? Ivaen. Irta'a. Irti'aen degan o'xshash. Ava yer avi masri ivaen. ارتأى يرتئي ارتئاء استقصى يستقصي استقصاء degan o'xshash. Buning hammasini bunun avvalini bo'ldi, hamza vasli bo'ldi. Buning pil sahidin bo'lgan o'qish qaysisi? Intalaqa yantaliqu intilaqan. Iqtadara yaqtadiru iqtidoran. İstaxraca istaxruj istixrajan degandek. Intilaqan
iqtidoran, istixrojan deganlar. Bu bu har qanday mendaq bir demak qiyosiy, mamdud qiyosiy degan har qanday bir mo'tal bo'lgan bo'lib, uning uchun bir oxiri sahih, sog'lom bo'lgan bir o'qish bo'lgan bo'lsa, u o'qishni qiyos qilishga bo'ladi. Qiyos qilib, uni nima deyildi? Mamdud al-qiyosiy deyildi deydi. Va shunga o'xshash demak, har qanday masdar bo'lgan bo'lib ki, har qanday bir nimaniki fe'l mu'talning masdari bu af'al avaz kelgan bo'lsa, a'ta, yu'ti, i'ta degan o'xshash. Buning o'qishi sahidin akrama yukrimu ikroman. Mundaq kelgan bo'lsa, oxirdan burun mana hamza lozim bo'lgan bo'lsa, nim bo'ldi bu? Mamdud bo'lgan bo'ladi deydi. Mamdud al-qiyosiy bo'lgan bo'ladi deydi. Mamdud mi demak? Maqsur o'xshash ham qiyosiy bo'ladi, ham simai bo'ladi. Val adimun nadiri za qasrin va za maddin binaqlin kel hija va kel hiza deydi. Endi bu o'qish bo'lmag'anicha deydi. Ha, maqsurdumu, masalan, uni qiyosiy demoqchi bo'lgan bo'lsak, uning ism sahiydan bir o'qishga bo'lgan qarab, u o'qishincha, o'qish bo'lgan qarab, uni boshqa ismlarning o'zini qiyos qilgan bo'ldik. O'qish bo'lgan qarab. Buning o'zini maqsur qiyosiy deydigan bo'lgan to'q. Ma maqsudimda mamdud bu ikki qism bo'lgan bo'lib, mamdud simai va qiyosiy bo'lgan bo'lgan. Bu mamdud simainin o'zimi onunca onun bir pil saqiydim bir o'qish bo'lgan bo'lsuludu degan. Onunki nim bo'lgan bo'lsa, oxirdan burun elif bo'lgan bo'lsa deb uni vojib tariqada onunca mad deb tunuldu ki mamdud deb tunuludu degandi. Ammo shu o'qish bo'lmagan qanday qiladi desa, o'qish bo'lmaganlikni o'zi o'qish bo'lmagani. Mayli maqsur olsun, mayli o mamdud olsun. O'qish bo'lmasa, val adimun nadiri za qasri val adimun nadiri za qasrin va za maddin binaqlin kel hija va kel hiza. Qasrning egisi olib maqsurken ama onun o'qish yo'qken. O'qish yo'qken. Va au matlanken va za mat va matni eksiken ha o'qish yo'qkenki za qasrin va za maddin u o'qishilmagan narsa maqsurken va ya mamdudken maqsurni eksiken va mamdudni eksiken ammo uni o'qish yo'qken u qanday qiladi desa bino qilin buni arablardan bunday naql qilinibdi-da bu simo ekanda bu qiyos qilib bo'lmaydi ekan deb deyil o'qiladi deydi. Mesela hija o'xshash va hiza o'xshash. Buning o'zicha hech qanday bu boshqa ismlardan, ism mutallardan nemiz yo'qkan, buning bir o'qish yo'qkan qiyos qilaylik buni. Bu nemicha buning o'zi endi ism maqsur bo'lib qolish sabab bu faqatligilam simog' mavqub. Hargiz qiyos qilganlik emas. Naqllan bunda o'qilib qoldi deb tuniladi deydi. Demak endi bu maqsur va mamdudniki kontrol qilishi nima deganda uning nadiri bormi yo'q. Uning bir o'qishi. Agar uning uchun nadiri masalan bo'lmagan bo'lsa, uning oxirining maqobisini fathi qilish fathi qilingan bo'lsa, masalan, uning faqat o'ninchi nazir bir o'qish yo'qkan. Mayli maqsur olsun, mayli mamdud olsun, onunğa bir o'qish yo'qkan. Onun oxiridan ilga kirib zavar bo'lib ketdi. Maqsurli qanday zavar bo'ladi masalan, oxiridan ilga kirib zavar bo'lib davomlashibdi. Buning o'zi faqat simog'il qarashliq deydi. Simog' qarashliq. Endi
Onun ilki elip ziyade olgan. Demek memdut demekçi emdi. Elip ahırdan burun elip ziyade kilişi mukum buptu. Ahırdan burun elip keptu zadi. Ama onun mukum aldı keptu, lekin bunun okşu yok ki. Okşu olsa onun memdut olup okulup kalışı bu sımağıl karışlık. Bu men nemilen Araplardan nakıl kılıngan sımağıl karışık demekçi değil. Mesela maksur simayni qatarındır pata. Pata deptik. Bu pityanның birligi. Pata. Bunun nimesi yokken de. Naziri yok ki. Hija deptik. Hija akıl. Sara deptik. Sara topa, tuprak. Sana deptik. Sana. Bu bir nur. Bu iş qasın ço. Bunun bir ahırdan ilgakisi. Mesela pati yuqıldana. Pata, hija, sara, sana deganlarda. Ahırdan ilgakisi pati ahırının maqabısının pati bo'lishi muntazam, muttarid, muqim bo'ldi. Ammo buning uchuncha hech qanday bir ism sahihdan bir nazir yo'qkan. Ammo buni nima shaklda qilibdi? Maqsur tariqada qilibdi. Buning maqsur bo'lib qilishi bu simag'il mavqu deydi. Memdudu simayni qatoridan bo'lgani masalan patao. Pata deb qo'yilganda patao. Bu nayti texe yosh, yeshi texe go'dak degandek patao. Sanao. Sana degan sharaf deganlik ma'noda ekan. Sarao nayti puldor, hisobmand demak ekan. Sarao. Hizao. Hiza oyoq dedik. Buni hammasi nima? Oxiridan burun ana elipning ziyoda bo'lishi muqim bo'ldi. Muqim hammasi oxiridan burun elip keldi. Ammo buning uchunchu hech qanday buningga ism sahihdan bir nazar yo'q ekan. O'qish yo'q ekan. Buning o'zida patildi desa, buning o'zida elif memdud yoki ism memdud nima mavqufun ala sima. Bu faqatlik ulan sima qarashliq. Araplardan anılgan bo'yicha mana o'qilib qolgan demakchi deydi. Qiyosiy desak buni mamdudul qiyosiy desak uni o'xshagan bo'lsa ism sahiydan. Ammo o'xshash yo'q. Buni endi mamdud emas desak oxirdan burun alif ziyoda bor. Mush deydi. Xo'sh. وقصر زل مد اضطرار مجمع عليه والأكس بخلف يقع. Endi shu mamdudning o'zini maqsur qilish va qasru zil maddi. Shu matning egisi bo'lgan, ya'ni mamdudni va qasr degancha uni maqsur qilish, mamdudni maqsur qilish siqilishning jihatidan mujmalar. Uningga ijmo qilingandirki, yana ulamolar mayli basriylik bo'lsin, mayli ko'piyillik ulamolar bo'lsin, uni birlik kelgan deydi. Qachon qayerda ism mamdudning o'zini maqsur qilib o'qish zurratning jihatidan uni mamdudni maqsur qilib o'qish durust. Uningda bu ikki toifa oralig'ida hech qanday ixtilofot yo'q, zurrat tufayli deydi. Val aksu bi xulpin yaqa. Va aks yuzberdi bu aks ixtilof bilan. Qaysi aksi deganlikni o'zi masalan maqsurning mamdud qilish, maqsurning egisini mat qilish, ya'ni ism maqsurning o'zini ism maqsurning o'zini ism mamdud qilish, bu buningda biroz ixtilofot bor. Buningda basirliklar bilan ko'pliklar orasida bir ixtilof bor edi. Mamdudni o'zini maqsur qilish, uni nasl yo'q. Ona sıkılışın cəhdidən, ısrarının cəhdidən meyli o məmdudni məqsur qılsaq bulur deyil. Amma onun əksi ki, nima qilish? Məqsurni egisini
Memdut kılış bunun da ixtilafat var ki basırlıkla ya da kısık olmaydı o. Kanda kılınmaydı o. Maksurni med kılınmaydı o deyliken. Onu bulmay deyliken. Kupiliklereydi yak bu maksurnunuzni memdut kılış duros deyliken. Zürrüt şerinin cehdiden duros dep. Onun hatta bir şiirin delil kıptı da buna. Ya leke min temrin ve min şişai yenşebu fil mes'eli vel lehai dep. Vel leha deyga yanımızga vel lehai dep. Maydakçı kanda kıptı. Bu maksurni med kıptı. Maksurni memdut kıptı. Kim? Bu kupilikla. Ama bu ixtilopotlar, ama memdutni mahsur qilish u mayli. Mamdudni egisini mamdudni mahsur qilish bo'ladi, ammo mahsurni o'zi mamdud qilish buni bir ixtilof bor deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz inshaalloh mushundan baylanib turibmiz vaqt e'tibori bilan. Alloh xohlasa darsimizning davomi oldimizga davom etadi inshaalloh. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.